Hammaga salom o'rtoqlar. Bugungi videomizda blok rezina ikkinchi qismini olamiz. Esinglarda bo'lsa, oldingi qismda uyimni davomini qura olmagandim va bugun mana shu hard zonada o'ynaymiz. Xuddi o'sha zona. Uyimizni davomini quramiz, bitiramiz. Boshqa narsalar qilamiz. Va surreal yashab o'ynaymiz blok rezina. Xo'p, bizga bola mana shu oldingi qismdagi uyim qurgandim. Esinglarda bo'lsa, oldingi qismdagisi oxirigacha bitira olmaganman. Bu shuni oxiri. Voy, bola, bu hard rejam. Suv. Oy, jonim yarimta bo'lib qoldi lekin. Hop, daraxt chopishimiz kerak. Lekin qishloqda chopish yaxshi emas. Nega? Chunki qishloq daraxtlarini chopib tashlash yaxshi emas. Bo'lmasa qishloqda havo yomonlashadi. Shuning uchun mana o'rmonga o'tib Voy, bolalar. Voy, mana bu narsani nimaligini bilasizlarmi? Ketdi o'sha yerga qarab. 6-qisa. Voy. Men oldinroq bilmadim bu yerda. Shuncha qilayotgan mehnatimiz uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoning 3-qismini oltinli olmos, oltinli kirka kuchaytirilgan ekan. Ko'rdilar. Bu videoning 3-qismida chiqishini xohlayotganlar bitta oltin albatta olamiz. Nimaga chiqmadi? Bu videoning 3-qismi 7 ta like'dan so'ng hozir kanalimizda 4 ta obunachi bor. Turkiya. Shu obunachimiz mayli 7 ta, mayli 5 mayli 8 ta bo'lsa 3-qismini chiqaraman. Tezroq 4 ta obuna qo'shinglar. 8 ta obunachi va 7 ta like. Va 3-qismni ko'rasizlar. Ana uy ko'rdinglarmi? Bu qanaqa uy? Qishloqlar uyimi yoki boshqa otamlar uyimi? Borib ko'ramiz, bolalar, borib ko'ramiz. Uyga kerak narsalarni olib bo'ldim. Endi shu joyda stop qilib turaman. Uyga oldiga borganimizda yana videoni yoqaman. Hammaga xayr. Xo'p, bolalar, uy oldiga ham yetib keldim. O'zi qorong'i tushyapti. Yetib kelayotgan paytimda mana bunaqa g'orga tushib qoldim va mana bunaqa narsaga ko'zim tushib qoldi. Buni ham ertaga olamiz. Hozir bu yoqdan tez ketishim kerak. Nimaga kech tushyapti? Juda ham xavfli. Uyga bugun kirib ko'ramizmi yoki yo'qmi? Uni keyin hal qilamiz. Lekin yaxshi uy ekan. Biz bo'lsa qishloqqa qarab ketdik. Va do'stlar, uyimga borganda yana videoni yoqaman. Hammaga xayr. Hop, bolalar, uyimni ham ichiga kirib oldim. Endi ertaga mana shu ikkinchi xonamizni qurishni davom ettiramiz va bugun uxlaymiz. Hammaga xayr. Hop, bolalar, ertalab bo'ldi. Endi biza mana bu uyni qurishni davom etamiz. Oldin chopib kelgan daraxtlarimizga bloklar olishimiz kerak. Obunapti bola. Minecraftga nima bo'pti?
sekin olamiz va hozir qaytaman. Bolalar bizni daraxtni ololmadik. Blokka demoqchi edim. Olmayapti. Ha. Tez olish kerak ekan buni. Lekin olish juda ham qiyin. Va oldik zo'rg'a. Endi yana 4 minutgina vaqtimiz bor, chunki men bu videoni 10 minut olishga qaror qildim. 3-qismni tezroq shartlarni bajarib chiqarish, aktiv bomba qilish uchun. Lekin hozir men sekin mana bu bloklar chopib tashlayman. Chunki bu bloklar ancha xalaqit berar ekan, chunki oldingi qismlarda ko'rdim. U juda ham tor bo'lib qoladi agar bu bloklarni qo'yadigan bo'lsak. Shuni hisobiga hozir men bu bloklarni sekin buzib tashlayman. Buzib bo'lgan mayli bolalar, 3 ta blok-ku. Jonga tegdi bu ham. Lekin to'xtash kerak emas. Yana 3 minut video bor. Balki uyga qurib bo'lgunimizcha olarman. Hop. Qo'ydik. Mana. Va uy cho'tki do'stlar. Endi mana shu yerdanmi, boshqa joydanmi uyga kiradigan nima qilish kerak-da. Bu yog'i bussam sal xunuk bo'lib qoladi. Bo'ladi. Zo'r. Endi bu yoqqa eshik yasashimiz kerak. Eshikni oldin tayoq olamiz. Eshik yo'qmi bolalar? Mana. Ha, eshik olib yotgan ekanman men. Bundan qo'ysak, o'zi oynaligidan qo'yish kerak ekan. Normal. Bundan qo'yamiz-da. Yo'qdir. Boshqa qo'yib bo'lmas ekan. Endi zina qo'ysak, lekin uy tor bo'lib qoladi-da, bolalar. Bu yoqqa ham bitta eshik. Mana bu yerga bitta oyna qo'yib qo'yishimiz kerak. Bo'tga bitta oyna. Sekin o'g'rilik qilaman, lekin bolalar, chunki hozir vaqtim yo'q. Oyna olib kelib o'tirishga video ham. Nima? Bolalar oyna chiqmadi. Bolalar oyna yo'q. Sindirib qo'yinman, to'lab berishim kerak. Va 10 minutlik video olib bo'ldim, jonim bo'lsa yarimta bo'lib qolgan. Lekin sizlar uchun men 10 minutlik emas, kerak bo'lsa 15 minutlik video olaman. Faqat aytgan shartlarimni tezroq qilinglar, iltimos jigarlar. Sizlar mana aytgan shartlarimni tezroq qilsanglar, men ham sizlarni aytgan narsalaringizni tezroq qilaman. Aytgan videolaringizni
tezroq chiqarishga harakat qilaman. Hop, kirkani ham tashlab qo'yamiz. Juda ham kerakli narsalar, gugurtlar. Lekin jonim juda ham kam. Yomg'ir berardi, bolalar, yomg'ir berardi. Men просто kuzatib o'tiramiz. Agar 5 minutda yomg'ir tugamasa, demak bolalar videoni tugatishimga to'g'ri keladi. Hop, bizimgacha mana bu uy madur qilib turishimiz kerak. Temir qilichimdan ham ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun temir qilichimni sandiqqa tashlab turib, yog'och qilichim olaman va qo'rqib o'tirmaymiz do'stlar. Ketdi ko'chaga. Lekin o'lib qolsak yomon bo'ladi. Shuning uchun o'lmasdan yashashga harakat qilaman. Qo'rqib ketdim mana. Sen qo'rqitording. Bunaqa tez chiqmasdan yo'llaring, jiddiy. Mana bu ham zo'r, lekin tepadan yomg'irni kuzatib o'tirishga. Voy. Nima bo'pti? Bola jonim kam. Ulguramanmi? Bola ulguramanmi? Olmani yeyishga ulguramanmi? Qoch. Ulgurdim, bola, ulgurdim. Ko'rdinglarmi, shunaqa zo'rmanda, shunaqa tezmanda men. Shunaqa zo'rmanda men, bola. Bitta jon qolganda yetib keldim ha. Uyda o'tir, hozir ko'chaga chiqsang yana bir nima bo'lasan deydiganlar uchun gapinglar to'ppa-to'g'ri. Uyda o'tiraman. O'tirib. Hop. Keyingi video chiqish uchun, keyingi 3-qism chiqishi uchun aytganimdek 7 ta like va 4 ta yangi obunachi qo'shilishi kerak. 3-qism tezda qo'yib yuboraman va kanalga ham obuna bo'lib qo'yilib, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa hammaga xayr, aytgan shartlarimni bajarsanglar keyingi qism addushimanda. Hammaga xayr.